أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Shayx Xolid al-Azhari rahimahulloh o'zlarining Muqaddimai Azhariya matnida aytadilar: "Va javazimul mudori'i qisman." Muzorini jazm qiluvchilar, ya'ni jazm qiluvchi omillar ikki qismdir. Ya'ni biz mansubotlarni nihoyaladik va oxirida o'sha fe'l muzoring nasb o'rnini zikr qildik va unga qo'shimcha qilib endi fe'lga xos bo'lgan jazm o'rnini ham zikr qilinadi. Undan keyin ismga xos bo'lgan jar o'rnini zikr qilinadi. Shu bilan nahv masalalari tugaydi. Keyin tatbiq masalalari ketadi. Ya'ni i'rob qilish usullari haqidagi eng dolzarb masalalarni Shayx Xolid al-Azhari rahimahulloh Ibn Hisham rahimahullohning kitobidan, Qavoidul i'rob kitobidan xulosa qilib olganlar. Bu ham u zotni matn yozishdagi ixtirolaridan. Boshqa matn kitoblarda, nahv kitoblarida bunday qo'shimchani topmaymiz. Avvalgilarda illa agar tatbiq keyingi zamondosh ulamolar shu Shayx Xolid Azhari va undan oldin kelgan Ibn Hisham rahimahullohlardan olib zikr qilishadi. Bu mana Qotrunada, Ajrumiya, Mutammimatul Ajrumi va hokazo shu eski matnlarga qaraydigan bo'lsak, birontasida bunday matn shaklida tatbiqiy, ya'ni nahvni tatbiq mavzusiga tegishli masalalar zikr qilinmaydi. Buni Shayx Xolid Azhari bu yoqda mana zikrul jumal, jumlalarning qismlari, i'robda o'rni bo'lmagan va i'robda o'rni bo'lgan jumlalar deb eng kerakli dolzarb masalalarni i'robga, ya'ni tarkib deymiz biz o'zbek tilida, i'robga doir muhim masalalarni matn shaklida qo'shimcha qilib zikr qilganlar. Hop, demak, muzoring jazm qiluvchilar ikki qism bo'ladi. Ma yajzimu fi'lan wahidan va ma yajzimu fi'layn. Bir fe'lni jazm qiladigan va ikki fe'lni jazm qiladigan. Falladhi yajzimu fi'lan wahidan lam va lamma va lamul amr va lamud du'a'i va la fi nahi va du'a. Bir fe'lni jazm qiladiganlar mana lam va lamma, lam harfi, lamma, lamul amr, lamud du'a. Lomul amr, ya'ni o'sha o'zimiz bilgan amr bo'lam. Lekin o'sha siyg'ani biz Alloh taologa nisbatan xitob qilib aytadigan bo'lsak, uni nomi duo bo'ladi. La ham shunday. La fi nahi va du'a deyapti mana. La nahi uchun ham, duo uchun ham keladi. Masalan, la tada Allohumma la tada' lana dhanban illa ghafartah desak. La tada'lana, qoldirmagin biron bir gunohlarimizni, uni kechirgin deyilganda la tada' deb fe'l nahi siyg'asida kelyapti, lekin u duo deb nomlanadi. Lomul amrda ham shunday. Liyakun ma atamanna ya Rabbi, liyakun ma as'aluka ya Rabbi degan ma'noda ishlatilsa, masalan, xitob bo'lsa Alloh taologa, bu ham amr bo'lam ham duo deyiladi, ya'ni lamud duo deyiladi. Hop, lamul amri va lamud duo. Hop, endi ma'nolariga kirishdilar. Falam linafil fi'li fil madi mutlaqa. Lam o'tgan zamonda fe'lni nafiy qilish uchundir, mutlaq. O'tgan zamonda kelgan bir fe'lni, ya'ni o'tgan zamon fe'lini nafiy qilish uchun keladi. Masalan, yadribu bo'lsa, yadribu desak, lam yadrib desak, urmadi degan ma'noda bo'ladi. O'tgan zamon. Mutlaqandan murod, ya'ni hozirgi zamongacha kelgan bo'ladimi yoki o'sha o'tgan zamonda uzilib qolgan bo'ladimi, farqi yo'q.
Lam yalid desak, u o'sha o'tgan zamon hammasiga va hozirgi zamonga ham tegishli bo'laveradi, mutlaq. Gohida uziladi, masalan, lam yaqra zaydun deyilsa, zayd o'qimadi. Lam yaqra zaydun anadaka, o'sha vaqtda zayd o'qimadi deyilsa, o'sha o'qilmagan bo'lib qolib ketgan bo'ladi o'sha o'tgan zamonda. Ba'zida hozirgi zamongacha va butunlay kelasi zamon hammasini o'z ichiga oladigan bo'ladi-da. Abadiylik uchun bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamongacha kelgan nimaga xabar, hodisadan xabar berilgan bo'ladi. Masalan, lam yalid desak, shu azaldan hozirgacha Alloh taolo tug'magan. Va lam yulad, bundan keyin ham tug'maydi. Tug'ilmaydi. Lam yalid va lam yulad. Xullas, o'sha mozini moziga aylantirish ma'nosi ikki xil bo'ladi. Yo hozirgi zamongacha kelgan bo'ladi yoki o'tgan zamonda uzilib qolgan bo'ladi. Shunga mutlaqan deyapti. Ikkala suratda ham o'sha mozini nafiy qilish uchun bo'ladi. Lammada unday emas mana. Va lamma li nafil fi'li fil modi muttasilan bil hal. Bu ham mozida fe'lni nafiy qilish uchun bo'ladi, o'tgan zamonda, lekin hozirgi zamonga tutashgan holda. Muttasilan bil hal. Hol hozirgi zamon. Hozirgi zamonga tutashgan holda. Masalan, lamma yadrib yoki lamma yaqra deyilsa, masalan, hali o'qimadi. Haligacha o'qimadi degan ma'noda. Hozirgacha o'qimadi. Lamma yazuqu azab, mana misoli. Hali azobni totib ko'rishmadi. Haligacha azobni totishmadi. وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام نحو ألم نشرح لك صدرك ولما يقم زيد. gohida lam va lammoga hamzatul istifhom kiradi, tutashadi. Alam deb oldiga tutashadi, boshida keladi. O'sha holida qolaveradi, faqat ma'no so'roqqa aylanadi. Yoki savol haqiqiy bo'lishi mumkin yoki nima bo'ladi? Taqririy bo'lishi mumkin. Alam nashrah laka sadrak istifhom taqririy bu. Sizni qalbingizni ochmadikmi? Walamma yaqum zayd va alamma yaqum zaydun. Hali turmadimi zayd? Alamma yaqum zaydun, hali turmadimi? Walamul amri va du'ai li talabil fi'l. Lamul amr bilan duo fe'lni talab qilish uchundir. Amirda o'zbek tilida masalan talab qilish deymiz o'zgadan, duoda masalan so'rash deb aytiladi endi tarjimada. Misollar keladi hozir. Har biriga misol keltirib chiqadi. Wala fi nahi va du'a li talabi tarki. La esa nahi va duoda ishlatiladi, duoda bo'ladi, tark etishni talab qilish uchun, qilmaslikni talab qilish uchun. La tad'alana dhanban deganda gunohni qoldirishni tark etish so'ralyapti Alloh taolodan, iltijo qildi. La tadhhab desa bir kishi ikkinchi kishiga borishlikni tark etishni nima qilyapti? Talab qilyapti. Vallazi yajzimu fi'layni harfun wa ismun. Endi ikki fe'lni jazm qiladiganlar esa ikki guruhga bo'linadi. Harf va ism. Fal harfu in. Harfga kelsak u indir. Bittifaq. Ittifoq bilan. Ya'ni barcha nahvshunoslar buni harf degan inni. Va izma alal asah. Izmo ham harf, asah qavlga ko'ra. Ya'ni ba'zilar buni ism ham degan. Shuning uchun asah qavl izmo harf ekanligi deyaptilar shayx rahimahulloh. Va huma ma'nosi nima bu ikkovini? Va huma mawdu'ani li mujarradi dalalati ala ta'liq al-jawabi ala ash-shart. Bu ikkisi javobni shartga bog'liq bo'lishini o'zigagina dalolat qilish uchun tuzilgandir. Ya'ni shunchaki javobni shartga bog'liq qilish uchungina tuzilgandir. Boshqa ma'no qo'shilmaydi yerda. Zamon yoki aqlli bo'lish, makon va hokazo, hol birontasi qo'shilmaydi. Shunchaki ikki so'zni, ikki gapni bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladi. Bunday bo'lsa bunday, unday bo'lsa bunday. Masalan, in taqra yoki in tadrus yoki in tajtahid tanjah. Tirishsang muvaffaqiyatga erishasan. In tajtahid tanjah. Faqat bog'layapmiz, zamonga aralashtirmayapmiz. Izmada ham shunday. Izma taqra tastafid desak. Demak, bog'lashni o'z uchungina ishlatiladi. Valismu, demak endi ismlarga kelamiz. Taqsimni hayolimizdan ko'tarib qo'ymaylik. Muzorin jazm qiluvchilar, bir fe'lni jazm qiluvchi va ikki
fe'l jazm qiluvchi omillarga bo'linadi. Bir fe'l jazm qiluvchilarni oldik. Lamma, lamma, lamul amr, la nahi va duolari ham shuni. Ikki fe'l jazm qiladiganlarni ham ikki qismga bo'lib oldik. Harf va ismga. Harfni aytdik, ular in va izmo. Ismlarga kelsak, ismlar mana va huma val ismu zarfun va g'ayru zarf. Ismlar ham ikki qismga bo'linadi. Zarf bo'lgani va zarf bo'lmagani. Ismga keldik, ism bo'lgan ikki fe'l jazm qiluvchi omillarga keldik. Ularning o'zi ham zarf bo'lgan, zarf va zarf bo'lmagan qismga bo'linadi. Zarf bu zamon va makon degani. Fa g'ayru zarfi man va ma va mahma va ayun va kayfama. Zarf bo'lmaganlar mana shular. Man, mo. Man kim, mo nima, mahmo ham nima ma'nosida, ayun qaysi, kayfama qanday. Bularda zamon ma'nosi yo'q yoki makon ma'nosi yo'q. Fa g'ayru zarfi, zarf bo'lmaganlari mana shu. Va zarfu zamaniyun va makaniyun. Zarf esa zamoniy va makoniy bo'ladi. Ya'ni zamonga dalolat qiladigan va makonga dalolat qiladigan. فالزماني متى وأيانا والمكاني أين وأن وحيثما. zamoniylarga misol mata va ayyana, qachon ma'nosida, qachonki, qachon. Makoniga misol ayna, anna va haythuma. Bular hammasi qayerda ma'nosida. Demak, mana shular fe'lni ikkita fe'lni jazm qiluvchi omillar. Endi shuni talaba bir chekidan yozib olishi afzal sanaladi. Ya'ni lam, lamma, lamul amr va lamud du'a, la fin nahi va du'a deb yozadi. Yoki alam va alamani ham qo'shib qo'yadi oldiga. Ana undan keyin ismlarga keladi. Yoki ikkita fe'lni jazm qiladiganlarga keladi. Harflari in va izmo, ismlari zarf va g'ayri zarf bo'ladi-da, uni tafsilini yozmay faqat tartibi bilan yozib ketaveradi. Man, ma, mahma, ayun, kayfama deb yozadi. Keyingi tartibda mata va ayyanani yozadi. Undan keyingi tartibda demak ayna va anna va haythumani. Adotlarni bir chekidan bir nima qilib olish kerak bo'ladi. So'z aralashtirmasdan tartib bilan yozib, o'shani bir ikki takror qilib olish kerak bo'ladi. Keyin buni o'qiyotganda qaysi qism qaysi nimaga tegishliligi juda ham ravshan bo'ladi. Hop. Va hiya tanqasimu sittata aqsamin. Bu endi 6 ta qismga bo'linadi bular. Ya'ni dalolat qilish jihatidan 6 ta qismga bo'linadi. Ma wudi'a lid-dalalati ala mujarrad ta'liq al-jawab ala ash-shart. Birinchisi o'sha shartni javobga bog'lashni o'zi uchungina, bog'lashga dalolat qilish uchungina, bog'lashni o'ziga dalolat qilish uchun tuzilgani. Ular in bilan izmo. Faqat bog'laydi ikki jumlani bir-biriga. Va ma wudi'a lid-dalalati ala mujarrad man yaqilu. Thumma dummina ma'na ash-shart wa huwa man. Aqlli bo'lgan kishini o'zigagina qo'yilib, so'ng unga shart ma'nosi kirgizilgan, singdirilgan yoki singdirilishga dalolat qilish uchun tuzilganidir. Ma wudi'a lid-dalalati ala mujarrad man yaqil. Aqllini o'zigagina dalolat qilish uchun so'ng unga shart ma'nosi kirgizilgan nima? Adot shart. Xo'p. Tarjimani takrorlaymiz. Aqllini o'zigagina dalolat qilib, so'ng shart ma'nosi singdirilishga dalolat qilish uchun tuzilgani deb tarjima qilsak ham bo'lsa kerak. Shunda dumminani nimaga atf qilgan bo'lamiz? Ala mujarradi man yaqiluga, man yaqilga atf qilgan bo'lamiz. Yoki dumminani wudi'aga ma wudi'a lid-dalalati ala mujarradi man yaqilu thumma dummina ma'na ash-sharti va huwa man. Yoki buni yangi gap qilsak bo'ladi, ibtidoiy qilsak ham bo'lsa kerak tummani. Ya'ni avval aqllini o'zigagina dalolat qilish uchun tuzilgan, so'ng unga shart ma'nosi kiritilgan. Jumlaga atf qilaveraylik.
jumla ismiyani jumlayi nimaga jumla fe'liyani jumla ismiyaga atf qilgan bo'lamiz. Bu ham joiz aslida. Demak, birinchi man yaqilgacha tarjima qilib olamiz. Aqllini o'zi uchungina ala mujarrodi man yaqil. Oqilli shaxsni o'zi uchungina dalolat qilish uchun tuzilgan, so'ng unga shart ma'nosi singdirilgan. U esa mandir. Man aqllikka dalolat qiladi, keyin shart ma'nosiga o'tkaziladi u. Masalan, man Zaydun desak, Zayd kim deymiz? Bu oqilga dalolat qilyapti. Keyin unga shart ma'nosini kirgizib, man taqum aqum ma'ah deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Asl tuzilishi aqlli uchun. So'ng unga shart ma'nosi berilgan bo'ladi. Ma ham shunga o'xshaydi. Va ma wudi'a lid-dalalati ala ma la yaqilu. Thumma dummina ma'na ash-sharti wa huwa ma wa mahma. Aqlli bo'lmaganga dalolat qilish uchun tuzilib, so'ng unga shart ma'nosi berilgan. Masalan, ma va mahmaga o'xshash. Nima ma'nosida? Aql sizga ishlatiladi. Insondan boshqa narsalarga, hayvonlar bo'lsin yoki buyumlar va hokazo, jamoadotlar, o'simliklar. Keyin unga shart ma'nosi beriladi. Xo'p. Misollar keladi. Va ma wudi'a lid-dalalati ala az-zamani thumma dummina ma'na ash-shart. Zamonga dalolat qilish uchun qo'yilib, so'ng unga shart ma'nosi kiritilgani, o esa mata va ayyana. Boshida zamon o'ziga dalolat qiladi, zamon o'ziga dalolat qiladi. Ayyana, mata deb masalan qachon deymiz. Faqat zamon o'zida ishlatamiz. Bir kishi bir narsa haqida gapirsa, u qachon deb aytishimiz mumkin. Mata deb. Ayyana. Keyin unga shart ma'nosi beriladi. Mata taqum aqum ma'a. Mata ta'tini ukrimka. Va hokazo. Va ma wudi'a lid-dalalati 'ala al-makani thumma dummina ma'na ash-shart. Makanga dalolat qilib, keyin unga shart ma'nosi singdirilgani. O esa ayna, anna, haythu malar. Qani qayerdalar. Keyin u shart ma'nosida qo'llanib, shart ma'nosi ham berilgan. Bunda maqsad nima? Har bir o'sha bu adotlarni, ya'ni fe'llarni jazm qiluvchi bu adotlarni asli ma'nosiga ishora bo'lyapti. Asli tuzilishi qanday bo'lgan, keyin unga nimalar qo'shilgan. Demak, asli tuzilish shu. Asli makonga dalolat qilgan, so'ng shartga, asli zamonga dalolat qilgan, so'ng shartga, asli aqlliga dalolat qilgan, so'ng shart ma'nosi berilgan, asli g'ayri aqllar uchun bo'lganda so'ng shart ma'nosi berilgan va hokazo. Va ma huwa mutaraddidun bayna al-aqsam al-khamsa. 5 ta yuqorida o'tgan 5 ta qism orasida mutaraddid bo'lgan, ya'ni 5 ta qism orasida aylanadigani u esa ayyundir. Shu 5 tadan biri bo'ladi. Qaysinga izofa qilinsa o'sha ma'nosida bo'ladi-da. Fa innaha bihasabi ma tudafu ilayhi. Chunki ayyun izofa qilingan narsasiga qarab bo'ladi. Masalan, g'ayri aqlga izofa qilinsa mo ma'nosida bo'ladi. Aqlliga izofa qilinsa man ma'nosi manga o'xshab keladi. Zamonga izofa qilinsa zamon, makonga izofa qilinsa makon va hokazo. Uni misollarini sharhda batafsil o'rganamiz. Xullas, ayyun izofa qilingan narsasiga qarab nima qilinadi? Shart bo'ladi va ma'nosi jihatdan o'sha yuqorida o'tgandan biriga tushaveradi. Aqlli, aqlsiz, zamon va makon va masdarga izofa qilib maf'ul mutlaq surati ham bor. Masdarga izofa qilinsa va hokazo. Xo'p. Misalu lam. Endi bir chekkadan misollar keltirib chiqadi. Birinchi biz o'sha adotlar bilan tanishib oldik, ularning ma'nosini o'rganib chiqdik. Endi bir chekkadan hammasiga bittadan misol berib chiqadi. Lamni misol lam takun amanat. Iymon keltirmagan, avval iymon keltirmagan. O'sha oyatdan olingan nima bu? Lam takun amanat min qabl. Va misalu lamma nahu lamma yaduqu azab. Va misalu lamil amr nahu liyunfiq zu sa'a. Boylar sarf qilsin. Liyunfiq zu sa'a.
imkoniyati keng kishilar infoq qilsin. Va misalu lamid du'a, lomid du'an misol liyaqdi alayna robbuka, jahannam ahlini nimasi bu, faryodi. Rabbing bizga nima qilsin, qazo qilsin, bizni jonimizni olsin deb faryod qilishlari. Duo o'sha pastdan yuqoriga bo'ladi-da. Bu yerda bu farishtalarga xitob yoki Allohga xitob desa ham bo'ladi, farishtalarning oldida. Va misalu la fin nahi, nahiydagi misoli loni la taqaf va la tahzan, qo'rqma, g'amgin bo'lma. Va misalu la fi du'a, duodagi misol la tu'akhidna, bizni jazoga tortma ma'nosida, bizni jazoga tortma. Va misalu innahu in tu'minu va tattaqu yu'tikum, iymon keltirsanglar, taqvo qilsanglar, Alloh taolo beradi sizlarga. Yu'tikum ujurakum, oyatning davomi. Va misalu izma nahu va innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfa man iyyahu ta'muru atiya. Va bu yerda misollarda biz aytmayapmiz nimalarini. Ikkita hamma misolda hozirgi birinchi bir fe'lni jazm qiladiganlar keldi. Qarang. Lam takun dedik birinchida. Takun sukun bilan majzum bo'lyapti. Lammada lamma yazuqu, yazuquna bo'lgan nimadan? Af'ol xamsadan bo'lganligi uchun jazm bo'lishi nunni tushib ketishi bilan bo'lyapti. Lomul amrda liyunfiq sukun bilan bo'lyapti. Lomud duo liyaqdida oxir harf illat bo'lganligi uchun harf illatni hazf bo'lishi bilan majzum bo'lyapti bu yerda. La taxaf va la tahzanlarda ham sukun bilan majzum. La tu'akhidnada ham sukun bilan majzum bo'lyapti. Endi inga keldi, ikkita fe'l jazm qilyapti. In tu'minu va tattaqu yu'tikum mana. Va tattaqu tu'minuga ma'tuf. Bu yerda ham fe'l shart bo'lyapti. Tu'minu majzum, jazm alomati nunni hazf bo'lishi. Yu'tikum javobi shart bo'lyapti. Jazm alomati hazfu harfil illa. Harf illatni hazf bo'lishi bo'lyapti. Mana shunday ketilaveradi. Mana bu baytda ham va innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfa man iyyahu, min bo'lib qolibdi. Man iyyahu ta'muru atiya. Dar haqiqat agar sen izma, agar sen o'zing buyurib turgan narsani qilsang, ta'ti qilsang, uni buyurayotgan kishingni ham qiluvchi holda topasan. Tulfi man iyyahu, tulfi topasan. Mana tulfi bu javob shart. Tulfi bo'lgan hazfu harfil illat bilan majzum bo'lyapti. Ta'tida ham hazf harfil illat bilan majzum bo'lyapti. Fe'l shart bu. Bu ajrumni o'qigan kishilarga bu narsalar ma'lum. Va misalu man nahu man ya'mal su'an yujza bih. Manning misoli shu. Man ya'mal su'an yujza bih. Kim yomonlik qilsa, o'sha u bilan jazolanadi. U sababidan jazolanadi. Ya'mal fe'l shart bo'lyapti, sukun bilan majzum. Yujza hazfu harfil illat bilan majzum bo'lyapti. Yujza bo'lgan. Ma'no misoli: "Va ma taf'alu min khayrin ya'lamhu Alloh." Va ma taf'aluna bo'lgan, taf'alu bo'lib nun hazf bo'lib jazm bo'lyapti fe'l shart. Ya'lamhu Allohda sukun bilan majzum javob shart. Va misalu mahma nahu va annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Sen qalbni qancha buyursang qiladi. Qiluvchi qiladi. Ya'ni mana shu qiladigan ekanligi seni mag'rurlantirmasin degan bayt nimasi. Bundan oldingi misrada agharraki minni anna hubbaki qatili va annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali deydi. Ya'ni seni sevging meni qatl qilishi, meni halok qilishi va sen qachon qalbga buyursang qalbim bajarishi seni mag'rurlantirib qo'ydimi degan bayt. Bunday baytlar o'sha hujjat uchun keltiriladi. Jahiliyatda aytilgan she'rlar bu endi. Va misalu ay nahu ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Qaysiki so'zlar bilan, qaysiki ismlar bilan, nima bilan yoki ayyamma tad'u, qaysim bilan, nima bilan duo qilsangizlar, Alloh taolaning go'zal ismlari bor. Mana shu yerda ayyan o'sha moga izofa qilindida, o'sha g'ayri aql uchun bo'lyapti. Ya'ni ismlar bu g'ayri aqlda.
lekin sifatlar Alloh taoloning sifatlari u. ومثال كيف منح كيفما تتوجه تصادف خيرها. qanday yo'l tutsang ham, qanday yuzlansang ham yaxshilikka erishasan, modomiki o'zing yaxshi inson ekansan. Hop. Bu yerda tatavajjah fe'li shart, tusodif javob shart. Ayyamma tad'uda tad'u nima bo'lyapti? Fe'li shart bo'lyapti. Tad'u fe'li shart bo'lyapti. Majzum jazm alomati hazfun. Javobi qani? Falahul asmaul husna. Jumla ismiy bo'lib qolyapti. Agar javob fe'li shart bo'lishiga yaramasa, unda unga fo kiradi. Mana fe'li shart bo'lmaydi-da jumla ismiy. Shuning uchun unga fo kiryapti. Falahul asmaul husna bo'lyapti. Mubtada xabar bo'lyapti. Xabar lahu xabar muqaddam bo'ladi. Jar majrur mutaalliq mahzufga bo'lib, al asma'u mubtada muaxxar bo'ladi. Al husna asmoning sifati bo'ladi. Mubtada xabardan iborat jumla ismiya jazm o'rnida bo'lib, javobi shart bo'ladi. Hop. ومثال متى نحو متى أضع العمامة تعرفوني. Qachonki sallani qo'ysam bilasizlar meni. Ya'ni sallani yechsam yoki o'sha boshga kiyadigan urushda boshga kiyadigan nima? Dubulg'ani. Bu baytda o'sha o'zini shijoatli ekanligi bilan faxrlanib, o'zga qabilalarga nisbatan faxrlanib aytilgan bayt. Mata qachon, mana ismi shart bo'lyapti, ikki fe'l jazm qiladi. Ado. Bu fe'l shart bo'ladi. Ta'rifuni, ta'rifunani bo'lgan javobi shart hazfun bilan majzum bo'lyapti. Ayyana misol, ayyana nu'minka ta'man ghayrana va idza lam tudrik al-amna minna lam tazal hadira. Qachon biz senga omonlik bersak, boshqalardan omonda bo'lasan. Agar bizdan omonlik yetmasa senga doim hushyor yurasan, ehtiyot bo'lib qo'rquvda yurasan degan ma'noda. Ayyana nu'min deyapti mana. Ayyana nu'minka. Ta'man javobi shart bo'lyapti. Hop, va misalu ayna nahu aynama takunu yudrikumul maut. Qayerda bo'lsangiz ham sizlarga o'lim yetadi deganda ayna ma bo'lyapti. Aynadagi unga mo kirgan holda aytyapti. Misollar nima bilan keldi? Mo kirgan holida keldi. Ayna tamshi amshi desa ham bo'ladi. Ayna ma deb ham keladi. Ayna ma bo'lib kelganda o'zi yakka bo'ladi. Yakka holda adoti shart bo'ladi. Ayna ma. Annani misoli fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Shunday bo'ldingki yoki shunday bo'lasanki qachon kelsang yoki qayerda kelsang, anna ta'tiha qayerda kelsang yoki qayerga kelsang desak ham bo'ladi. O'sha arab diyorlaridan qayerga kelsang ular bilan himoyalanasan. Tajid hataban jazlana ko'p o'tin va yoqib qo'yilgan olovni topasan deb, bu ham faxr baytlaridan hisoblanadi. O'zlarini o'sha saxovat bilan maqtayotganligini bildiradi o'sha qabila shoirini. Ya'ni bu yerda aslida shayx baytni ikkita shoirni baytdan nima qilib qo'yilgan, ulab qo'yilgan bir-biriga degan nimani aytadi Shayx Muhiddin Abdul Hamid. Ya'ni avvalgi misrasi boshqa bir shoirniki, keyingi misrasi boshqa bir shoirniki deb ikki baytni keltiradi, har qaysisini o'ziga xoslab sharhlaydi. Shuni bilib qo'yganimiz yaxshi. Ya'ni bu ikki misra ikkita shoirning nimasidan biriktirib qo'yilgan. Lekin ma'nosini chiqarsa bo'ladi. Ya'ni o'sha bir qabilani o'zini maqtab nima qilyapti? Karomat, saxovat bilan maqtayapti. Ya'ni qachon kelsang, ular seni o'z himoyasiga oladi. O'sha qahatchilik, qurg'oqchilik vaqtlarida odamlar, arablar olov yoqib qo'yishgan. Shu olovga qarab, shu yerda odam bor ekan, kutib oladigan, mehmon qiladigan odam bor ekan deb o'sha o'tga qarab yurishgan odamlar. Bu esa u arablarning saxovati, ularning qo'l ochiqligiga dalolat bo'lgan, mehmon do'stligiga. Bu faxrli ishlardan, go'zal sifatlardan sanalgan.
O'shaning uchun shuni aytyapti. Ya'ni bizda ko'p o'tin va yoqib qo'yilgan olovni topasan, deyapti. Shohid nima? Anna ta'tiha. Qayerga kelsang, diyorimizdan qayerga kelsang ham deb tushunaveramiz. Ta'ti mana fe'l shart bo'ldi. Tastajir himoya, tastajir biha, ular bilan himoyalanasan. Tastajir javobi shart bo'lyapti. Haythuma misol, haythuma tastaqim yuqaddir lakallohu najahan fi ghabiril azmani. Qayerda to'g'ri bo'lsang, Alloh taolo senga qolgan zamonlarda, yoki g'obir kelajak zamonda, kelgusi vaqtlarda senga najahan muvaffaqiyatni taqdir qiladi. Qay o'rinda to'g'ri bo'lsang, Alloh senga kelajakda muvaffaqiyatni taqdir qiladi degan ma'noda. Mana tastaqim yuqaddir. Tastaqim yuqaddir. ikki fe'lni jazm qilyapti. Va yusamma al-awwalu min al-fi'layn fi'l ash-shart va ath-thani minhuma javob ash-shart va jazaa ash-shart. Bu ikki fe'ldan avvalgisi fe'l shart deb nomlanadi, ikkinchisi esa javobi shart va jazoi shart deb nomlanadi. Nima uchun bunday nomlanishligini sharhini o'qiganda aytamiz inshaalloh. Xo'p, mana shu bilan majzum fe'lning jazm o'rinlari ham tugadi. Xo'p. Majrurat ham ko'pmas ekan, uni ham olib qo'yamiz. Keyingi darsdan inshaalloh sharhni o'qib bo'lib, i'rob masalalariga tegishli ahkomlarni o'rganamiz. Al-majruratu qismani. Majruratlar ikki qism bo'ladi. Bu ismga xos qismda, endi bu majrur ismga xos. Majzum fe'lga xos edi. Ikki qism. Majrurun bil harfi va majrurun bil mudof. La bil idofa. Harf bilan majrur bo'lgani va muzof bilan majrur bo'lgani, izofa bilan emas. Ya'ni majruratlar ikki qism bo'ladi. Harfi jar kirish bilan majrur bo'lgan ismlar va ikkinchi xili muzof bilan majrur bo'ladi. O'sha izofa, muzof ilayh doim majrur bo'ladi, nima bilan? Muzof bilan. Izofa bilan emas. Izofa ma'nosi bilan emas demoqchi. Muzof lafzi bilan nima bo'ladi? Majrur bo'ladi. Izofani hosil bo'lishi bilan, ya'ni uning omili, muzof ilayhni jar qilayotgan omil o'sha izofa ma'nosi emas. Izofani hosil bo'lishi emas, balki muzof so'zi omil hisoblanadi. Fal awwalu ma yujarru bi min va ila va an va ala va fi va rubba wal ba wal kaf wal lam. Birinchisi mana harflar bilan majrur bo'ladigani. Bu yerda mana harfi jarlarni sanab chiqdi. Wal kafi wal lami va hurufil qasam. Qasam harflari ham harfi jarlarga kiradi. Ba, vav va ta va hiyal ba wal va ta. Va thani bo'ldi, tugadi. Harfi jarlar bilan majrur bo'ladi. Ikkinchisi endi 3 qism bo'ladi. Ikkinchisidan maqsad izofa. 3 qism deb o'sha izofai ma'naviyani aytyapti. Aslida asosiy katta qism 2 qism bo'ladi. Izofai lafziya va izofai ma'naviya. Va izofai ma'naviyani taqdirida min fi'lon bo'ladi. O'sha 3 ta qism deb shuni aytyapti hozir. Lekin ikkalasini aytganda juda yaxshi bo'ladi. Izofai lafziyani ham, izofai ma'naviyani ham. Lekin menimcha bu matn qisqa bo'lganligi uchun u lafziyaga kirishmagan. Inshaalloh buni Qatrun Nadada izofai lafziyani tafsilotlari bilan o'rganamiz. Demak, bu yerda faqat izofai ma'naviya zikr qilingan. Ikkinchisi, ya'ni muzof bilan majrur bo'lgan 3 qism bo'ladi. Ma yuqaddaru billami nahnu g'ulamu zaydin, zaydning g'ulomiga o'xshash. Va ma yuqaddaru bimin nahnu xotamu fiddatin. Va ma yuqaddaru bi fi taqdir qilinadigan makrul layl, makrun fil layl bo'lgan. Mana shular. Nima uchun shu nimadan qaraydigan bo'lsak, izofai lafziyalarning asli taqdirda min fi'lon jarlar bo'lmaydi-da. Asli u taxfif uchun izofa qilib qo'yilgan, keyin majrur qilingan izofai lafziyalarda. Masalan, doribur rajulida doribunir rajula bo'lgan aslida. Doribunir rajula izofai lafziya hisoblanadi. Izofai lafziyadan maqsad u nima? Taxfif, yengillatish xolos. Uning taqdirida min fi'lon jarlar bo'lmaydi. O'shaning uchun menimcha bu izofai lafziyani bu yerda zikr qilmagan. Xullas, izofai ma'naviya bu izofai ma'naviy 3 qismga bo'linadi. Izofai lafziya ham yana bir qism hisoblanadi. Uni ham o'rganish kerak bo'ladi. Juda ham muhim bahslardan. Xo'p. Majruratlar mana shu. Va amma tabi'ul mahfudi fas-sahih fi ghayri al-badali annahu majrurun bima jarra matbu'ahu min harfin aw mudaf. Mahfudni tobi'iga kelsak, marfu'ni tobi'i marfu' bo'ladi, mansubniki mansub, majrurniki majrur bo'ladi, majzumniki majzum bo'ladi. In tu'minu va tattaqu deb vav bilan atf qilib tobi qildik, majzum bo'lyapti. Fe'l shartga atf qilingan narsa majzum bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunday masala. Majrurni tobi'i majrur bo'ladi.
Hop, sahihi badaldan boshqasida u o'sha matbuini jar qilgan narsa bilan majrurdir. Harf yoki muzofdan iborat. Badaldan boshqasida nat, atf, tavkidlarda tavkid kelsa majrurga tavkid bo'lib. O'sha matbuini ergashiluvchini qaysi omil jar qilayotgan bo'lsa, buni ham shu jar qiladi. Masalan, marartu bi Zaydin akhika desak yoki marartu bi Zaydin va Amrin desak, marartu bi Zaydin nafsihi desak, o'shalarda o'sha tobe bo'lib kelayotgan narsani jar qilayotgan narsa nima? Matbuini jar qilayotgan narsadir. Zaydni nima jar qilayotgan bo'lsa, uni ham shu jar qilyapti. Marartu bi Zaydin nafsihi desak, ta'kid bo'lyapti. Zaydni jar qilgan narsa nafsihini ham jar qilyapti deyiladi. Badaldan boshqa. Bi Zaydin akhika deganda badal bo'lyapti. U go'yoki bi Zaydin bi akhika deganday bo'ladi. Badal desak. Ammo atfi bayon desak, unda ham o'sha bojar qilayotgan bo'ladi uni ham. Harfga misol shu. Endi mudofga ham misol keltirish mumkin bo'ladi. Marartu bi g'ulami Zaydin desak. Marartu bi g'ulami Zaydin nafsihi bi g'ulami Zaydin va Amrin. Shunday deb Zaydni Amrni Zaydga atf qilish bilan yoki Zaydni ta'kidlash bilan nafsihi bilan nima bo'ladi? Misol keltirish mumkin bo'ladi muzofdan ham. Demak, u tobeini ham shunda muzof jar qilayotgan bo'ladi. Xuddi muzof ilayhni jar qilayotgan kabi. Ya'ni muzof ilayhga tobe bo'lib kelsa, biron na'at masalan, bi Zaydinil alimi desak, yoki ta'kid bi Zaydin marartu bi g'ulami Zaydin nafsihi desak, ya'ni muzof ilayhni nima muzof jar qilgani kabi, o'sha muzof ilayhni tobeini ham nima qiladi? Muzof jar qiladi. Badaldan boshqasida. Chunki badalda u omilni takrorlash niyatida bo'ladi. Hop, shu miqdorga cheklanamiz. Vallohu ta'ala a'lam va sallallohu va sallama baraka ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.